Sizlar imtihonga kirib, bittada olib chiqsanglar, men o'sha imtihon kunlarini sizlarga 100% qaytarib beraman. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Doston, yoshim 19 da. Bilis nemis tili o'quv markazida 1 yil davomida tahsil olib, TELK B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Men Bilis nemis tili o'quv markazining Alisher Navoiy filialida Og'abek ustoz guruhida tahsil oldim. Nemis tilini o'rganish jarayonida turli xil qiyinchiliklarga duch keldim. Sababi bir vaqtning o'zida tibbiyot universitetida ham o'qirdim. Darslar, imtihonlar va nemis tilini birgalikda olib borish oson bo'lmadi. Lekin maqsadim aniq edi. Ustozlarimizning qo'llab-quvvatlashi va Blitz'dagi samarali o'quv tizimi tufayli maqsadimga erishib, TELK B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Maqsadim tibbiyot yo'nalishida malakamni oshirish va kuchli mutaxassis bo'lib yetishish. Tilni o'rganganlarga maslahatim: doimiy muntazam harakat qiling va eng asosiysi o'zingizga ishoning. Natija bir kunda kelmaydi, sabr va harakat o'z samarasini beradi. Agar siz ham nemis tilida yuqori natijalarga erishib, xalqaro sertifikatlar qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.